Assalomu alaykum. Sizlar bilan mana Shadmail va bugungi videomizda mana shu qanday qilib kompyuterlarda Android o'yinlarini yuklashni o'rgataman do'stlar. Bunga birinchi bo'lib bizga mana shunaqa dastur kerak bo'ladi. Men aytdim, bemalol qilib yuklab olishimiz ham mumkin. Bizga bitta любой dastur kerak. Menga masalan mana shu Microsoft Edge tayyorroq. Mana bu yerdan esa do'stlar aytdan Gamelop deb qidiramiz. Mana yerda bizga mana shunaqa sayt chiqadi. Bu yerdan download bosamiz. Download bosib, mana yerdan yuklab oladi. Keyin esa edit kompyuterga kiramiz do'stlar. Edit kompyuterga kirgandan keyin загрузкада o'zi mana bu yerda Gamelop turadi do'stlar. Gamelop degan dastur turgandan keyin mana bu yerda Gamelopni ishga tushirasizlar. Men hozir ekranni o'chirib qo'yganman Gamelopni shaxsan. Xo'sh, keyin esa Gamelopga kiramiz. Ekrandan chiqqandan keyin men yerda любой dasturlar bor. Masalan, men Free Fire tortmoqchiman. Men Free Fire chiqdi, men yerda install qilib ko'rishim bo'ladi. Masalan, PUBG yuklayapman hozir. Va mana bu yerda esa sozlamalarga o'tamiz. Settings bu yerdan xuddi mana shunaqa sozlama qilib chiqadi maslahat. Mana eshitib. Bu yerdan direct X, ayta off, automatic, processor, avtomatik buni qo'yaverasizlar do'stlar. Kompyuterlarning ham mos bular. Bu yerdan bu yoq kerak emas. Model. Bu yerda ham o'tlangan xohlaydi qo'yasizlar. Mana bu yer juda ham muhim. PUBG Mobile uchun. Bu yerda HD 1080p bor, или 720p bor do'stlar. Kuchliroq kompyuterlar uchun mana shuni maslahat qilaman. Meniki kuchli bo'lsa ham normalniy mana shu 720p bo'ladi do'stlar. Mana shuni tanlab qo'yasizlar, avtomatik. Shu bilan videom tugadi. Menda esa FPS 90 gacha bor. Menga default qo'ygan o'zi avtomatik bo'ladi. Save deb bosamiz. Mana bo'ldi. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa like dem va obuna bosib qo'yinglar. Bugun sizlar bilan admin bo'ldim.